Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Navbatdagi obyektimiz Samarqand viloyati Nurobod tumani Jon qishlog'idan bo'lyapti. Ko'rib o'zingizlar bitta baho berasizlar. Layklarni ayamasdan bosib ketasizlar. Kanalimizda yangilar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Onamizni ko'rib turibsizlar, razvedka qismimiz bo'lgan. Ro'paramizda shunday rakibina, avtomat kir mashina, tepasida Ariston fenlari bilan rakibinamiz, bu yog'imizda sensorli oynamiz bor. Bu yoqlarimizda mana sushilkalar bor. Vitichkalarimiz mavjud. Bu xonamizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu xonamiz pataloylari mana mayorka bo'lgan. Pastda pechka bor ro'parada, 60 ga 60 kafellardan bosilgan. Dushovой zonamizga mana shunday qilib qora qilib, bu yog'ini shunday qilib qora qilib ulavorilgan. Xudo xolasa mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi. Hurmatli obunachilar, butun O'zbekiston bo'ylab ushbu xizmatlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videolarimizni xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketasizlar. Xudo xolasa keyingi safar videolarni bu xato kamchiliklarsiz chiqarishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa ustozimizdan o'rganganimizcha. Bu yoqlarimizga bu xonamiz devorlari kafel bo'lgan, 60 ga 120 kafeldan bosilgan. Bu tomonlarimiz, dushovой tomonimiz mana shunday qora kafellardan foydalanilgan. Ko'rib turibsizlar, bir niya 5 ni bir boshqacha ajoyib holatda bo'lib turibdi mana. Pollarimizga mana 80 santimetrli traplardan foydalanilgan. Uklomlari dahshat, xudo xolasa. Hop, bu yog'imiz dushovой semestitilimiz, niya 5 ni rangda bu ham chiroyli holatda ishlab turibdi. Bitta ishlab beraymi? Ajoyib ishlashlari. Qanday? Mana tepadan ham naporlari zo'r. Xudo xolasa mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi mana. Hurmatli obunachilar, razvedka qismimiz ko'rib turibsizlar, qolgan narsalar hamma yo'q razvedka qismiga joylashtirilgan. Xonamiz to'pli pol va ichkarimiz pechka bilan isiydi. Pechkamizga o'tin, ko'mir, gaz yoqsa bo'ladi. Oynamiz mana abogreflari bor, sensorli oynalardan foydalanilgan. 80 litrlik Royal firmasining Aristoni vishilkalarimiz mavjud. Bu yog'imizda mana oyoq yuvgani ham sharoit qilib qo'yganmiz, xudo xolasa.